Hozirgina Elis gruppasida har juma kuni o'tadiganim besplatniy onlayn darsim nihoyasiga yetdi. Juda ham qizg'in, juda ham zo'r dars bo'ldi. Oq sochlarni to'g'ri bo'yash bo'yicha mavzuyimizni hozir chiroyli tushuntirib berdim. Hamkasblarim bilan qizg'in darsimiz bo'ldi. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Ertaga men podkast qilmoqchiman. Bitta zo'r psixolog mutaxassis bilan. Agar savolinglar bo'lsa qoldiringlar. Yaqinda ham bir eslatuvdim. Mavzuyimiz bo'ladi. Suhbatimizning mavzusi ichki go'zallik muhimmi yoki tashqi go'zallik muhimmi? Va bularni ayol hayotidagi o'rni haqida biz suhbatlashamiz. Agar psixologga savolinglar bo'lsa, meni direktimga yozib qo'yishinglar mumkin. Men javob olib beraman. Va menga yangi qo'shilganlarga xush kelibsiz. Mehnatimni qadrlab menga shuncha yangi podpischilar qo'shilibdi. Hammalarga xush kelibsizlar deyman. Va men haqimdagi ma'lumotlarni aktualnilarda joylab qo'yganman. Men haqimda degan aktualniy bor, ishlarim haqida, yana boshqa yana aktualniga qo'shishim kerak bo'lgan juda ham ko'p istoriyalar bor, lekin chala qolib yotibdi. Atak o'sha yerdan meni kimligim, lичностim haqida ma'lumotlar olishinglar mumkin. Hammanglar xush kelibsizlar. Shu kamtarona mehnatimni qadrlab, hurmat qilib podpischi bo'libsizlar. Menga xursandman juda ham. Xush kelibsizlar. Sizlar uchun foydali ma'lumotlar berishda davom etaman. Yana nima demoqchi edim sizlarga? Anchadan buyon mana живой istoriyalarga kam chiqyapman-da, cho'ta nimagadir shunaqa bo'lib qoldi. Oldin kunda 3-4 marta mana shunaqa istoriya qo'yardim borib. O'zim hayronman o'zimga. Yana sizlar bilan aktiv aloqada bo'lishga